Sizlar tanigan Jasur Ems bilan bugun munoshabatlar bilan deseni o'ynab ko'ramiz. Onachim kommentariy yozib o'tdik ekan. O mana. Played out of defense. Igor. Good interception. They're moving the ball forward. Well timed. Давай. Shots on. Keeper stayed strong. All. Igor. That one has gone out of play. He's thrown it long. Mana ol. Voy как раз, молодец. What a chance! He should have been on target. Gol emas. The replay will give us a closer look. Goal is set at half time. Both teams need goals if they're going to. Nafs bo'lib qoldik arkadaşlar. Manga tacha. Passing the ball really Ya well. rahmat. Yugur. Yipshay ketdi o'rnashlar, kechasizlar. Uncha bunaqa o'ynarga Whipped into the tushunmayman. box. Futbollar haqida. That's out for a corner kick. O'rindaydi. Do'pmas ekan. Do'pdan He's shaping to shoot. Gol! He's done it. Qizlargina gol qozonishlar. O'zim qanday bo'ladigan ekanman. That was really well taken. Here's how they did it. Mana bu qaranglar. Bu dushmanning. Mana bu dushmanning. Mosh. Se avlan tikamiz. He's hit it long. Yugur Hamza. What a ball. Ushla. Fernandez. Will it go in? Otyapma. Rahmat. Demoqchi edim. Board is up. New players coming on. Yo'q, bo'lmadi. Can anyone get on the end of this one? Oh, executed perfectly. yo'q. A great goal to score from the corner. Great technique there. Kept his eye on the ball and placed his header well to put it past the goalkeeper. And he's won it back for his team. Qashag'liga. Yugur ketidan. Davay, dipini ol. He comes forward with the ball. He's darting forward. Rahmat demoqchi edim. What will he try? Caught the defence sleeping here. Rahmat. Demoqchi edim. He goes for the Arraq goal. A good bolades save. biritishga. That shot was travelling at pace. Olamizlar. Now this could be costly. Wins the ball. Ana tanishina qirinni kirdan ol. Good ball control. Sharif debratishga baxtli o'ynashmiz. An expert tackle. Rahmat. Is this a goal? And that's well over. So this player will come off and a new one will take to the pitch. Yo, ol dobuna, davay, dobuna ol. Dobuna ol. Yo. Well read. Rahmat. He's confident on the ball. Unga bermaslik kerak. Dobuna qaytarib ol. We're into time, added on now. Yo, rahmat. They went down to a 2-0 scoreline. Not good enough. They put up no real resistance today. What a great performance he's put in. He fully deserves to be named player of the match. Hozir. Chiqamizlar.
yutqazib qoldim. O'sha kechasi faolchilar. Uncha men futbolga tushunmayman. Isfoiz yo'qman. Lekin egillik. O. Güvençiler ondan kaçırıyor. Hoş komandamızda nechta braziliyalik bor ekan. Eng kuchli mana bu ekan, undan keyingi mana bu. Xo'sh, kuch paslarni, ya'ni kuch bandligiga qo'shish kerak. Xo'sh. Kuch bandlari yo'q ekan. Xo'sh. Buni xo'sh rossiyalikda ana shekki ekan bu, shuning uchun o'rniga qo'yamiz. Buni shu ekan. Bu yerga qo'yamiz. Xo'sh bo'ldi. Kim yerda? Yo'q, 72 ekan bu kuchi. Çıkamazlar, hoş. Bu nasıl? Hoş men. Bir tane basamızı. Hoş. Yaz. Bir de düşünme yapamazlar. Hoş. Ben basamızı. Ne oldu? This ambitious team is showing off their new signing. Hoş, ne var kamında? Yaxshi natija. Hoş, qo'lqop. 11 takısı. Hoş, çıkarmamız. Uncha vlog tushmadim sizlar. Yaxshi. Yo'q, yangi o'yinchi. Okey. Hoş, bu 13 ekan, to'g'ri. Xo'sh, baland darajaligi yo'q ekan. Xo'sh. Birinchi o'rinda Real Madrid, men ma'lumotlar. Madrid. Xo'sh, Pisa. Men oxirgi o'rin ekanman sizlar mana. Mana qanday arkadaşlar? Ablardan ne ekan? Xo'sh. Bu yo'q. Xo'sh. Yaptı, şimdi yaptım. Toplamışım. Xo'sh, nimalar bor ekan? O'zbekiston. Mana O'zbekistonlikman. Yo'q, bo'lmaydi. Xo'sh. Boysan qilakchi, nimalar bor ekan? Bu pul bo'lsa kerak, bu olmos. Bu nima? Xo'sh. Tushunmadim. 13-chi o'rin ekanman. Birinchi o'rinda Kasa Ferbolo. 3-chi o'rinda 3 ta sovrin bor ekan. Xo'sh. Mana bitta bor ekan. Mana to'g'ri. Unga chiqib turibdi mana bu. Xo'sh. Bu kamerani bostirishim kerak.
Xo'sh, nima deyapti? Xo'sh. Samsar. Xo'sh. Nima deyapti? Ha, yo'navish haqida gapiryapti, bilasizmi? She'r qo'shish kerak yapti. Yeso'singmi? Ha, varatalar, mashlar bular. Burun joylari. Yo'q, o'sha men mana shu joy sotib oldim. Mana buni, mana. Oh. Yey, nasıl ki? Bunu üstün. Bu gitmesi ekan. Mana bu joyda yomon çok arkadaşlar. G'alat. Yo, what's up, nigger? Naqa joy bo'lmoqlar. Ha, kim ekan? Yo, wow, bular bu qanaqa stadionlar bo'lmoqda. Wow, mana dum-dumloq ekan bu. Pastgina bu. Yibi, olmasa buni qaranglar. Turlar mana bu. Ha, turlar. Va necha qator? Bir qator ekan. Mana qarang sizlar. Ana. Sizlar mana shu va esimga qo'shib qarab qoldim. Meni ana pulim yetmadi. Mana bu katta kona mana. Shunlar ekan. Mana bularni ham ko'ramiz. Musichalardan yo 5 bal olgan ekan bu. Chillar, xo'sh. Bo'lgan o'zman uncha juda ham zo'r bir ham mashlarman. Yo, bo'lmaydi. Yaptı bu. Hoş. Hoşlanmalar var ekan. Bu kerak. Yo. Play. Play sanlanışlar. Arkadaşlar kendi yetib qoldi. Benim qaysi o'yinni o'ynab ko'ray. Bir xil qoldi mashlar. Manchuna ko'p timga bizda. Uchman kamon, uchmanniki. Well, I've just been handed the team sheets. They're going 4-2-3. It's the good old 4-4-2 formation today. A balanced lineup bolstered by a strike partnership up front. What will be the outcome of today's game? He dribbles the ball forward. Banga deb biratishga. Yangimanda tanishish bo'lish kerak ama biratishga. That wasn't a very good pass. Yaxshi. He loves to run with the ball. He's using his pace. And it's opened up here. Bizlar emas. Ol do'pini. Throw taken on. Kerak emas.
Ya ahmoq, tarafga yugur aç tarafga. Ey, çek. Dipini al. Kaçak. Yugur. And he plays the ball back. Oldu. Yugur. He's in control. He's confident on the ball. Yok. Gol emas. Konuşlar. Şimdi başlayalım. En azından kaçtık. Ben futbolda uncha güzel emasman. The players are eager to get the game going again. Yugur. Yok kara. Al dipini. Oldu yugur. Opa Defender regains rahmat. possession. Teşekkür And now ederim. they're going to try and break. He's taken back Yok possession. yugur ahmoq. Kon tutmasın. Confident Rahmat. defending. İnşallah. Ben top olmayapman. O'zimni komandamdan boshqa komandani. He's got control of the Bir ball. xil iyiliklarga o'xshaydi. He's taking the ball out wide. Beraman senga, bora qol. He's moving fast with the ball. Ashtaki yuguran. Perfectly executed. Oldiga tiqil. Yugur. Yaxshi. Passing has been pretty poor today. Is this a goal? He's hit it too uch high. ketdi The masalan. keeper can give a sigh of relief. He failed to connect with that tackle. It's 1-0, but what will the winning side do in the second half? Attempt to increase their lead or try to protect it? Omashlar, men bo'lmasam, videoni shu joyda to'xtataman. Men sizlar bilan Jasur MC bo'ldik. Va bizlar birga o'ynadik. Yo'q qolmasa, obuna bo'ling yoshlar. Kontrol qiling. Men qaysi o'yinni o'ynashni kontrol qildim yoshlar. Referee indicates a corner.